2027 yilgi Kia Sonet zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va yuqori darajadagi qulaylikni o'zida mujassam etgan yangi avlod ixcham crossover sifatida katta qiziqish uyg'otmoqda. Kia ushbu model orqali nafaqat tashqi ko'rinishni yangilashni, balki haydovchi va yo'lovchilar uchun yanada xavfsiz, aqlli va qulay avtomobil yaratishni maqsad qilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yangi Sonet butunlay yangi platformaga o'tishi, kengroq salon, zamonaviy elektron tizimlar va takomillashtirilgan xavfsizlik uskunalariga ega bo'lishi kutilmoqda. Old qismida yangi LED matri faralar, kengroq tiger nosi, radiator panjarasi, agressiv bamper dizayni va sport uslubidagi havo kirish teshiklari avtomobilga yanada zamonaviy ko'rinish beradi. Orqa qismida esa to'liq uzunlikdagi LED chiroqlar, yangi dizayndagi spoiler va qayta ishlangan bamper Sonetning premium ko'rinishini yanada kuchaytiradi. Yangi qotishma disklar va aerodinamik kuzov shakli nafaqat chiroyli ko'rinish, balki yoqilg'i samaradorligiga ham yordam beradi. Salon avvalgidan ancha zamonaviy bo'lishi kutilmoqda. Yumshoq materiallar bilan bezatilgan old panel, kattaroq sensorli multimedia ekrani, to'liq raqamli instrument paneli va yangi avlod foydalanuvchi interfeysi haydovchiga qulay boshqaruv imkonini beradi. Wireless Android Auto va Apple CarPlay, simsiz telefon quvvatlash, premium ovoz tizimi, bir nechta USB Type portlari hamda Overchair, OTA dasturiy yangilanishlari kabi funksiyalar ham taqdim etilishi kutilmoqda. Qulaylik borasida ham yangi Sonet yuqori darajaga chiqishi mumkin. Ventilyatsiyali old o'rindiqlar, avtomatik iqlim nazorati, elektr lyuk, 360 darajali kamera, kalitsiz kirish va tugma orqali dvigatelni ishga tushirish kabi funksiyalar kundalik foydalanishni yanada yoqimli qiladi. Yangi platforma sababli orqa o'rindiqlarda oyoq uchun joy ko'payishi va yukxona hajmi ham yaxshilanishi kutilmoqda. Dvigatel variantlari sifatida 1,2 litr atmosferali benzin, 1,6 litr turbogda benzin va 1,5 litr dizel motorlari saqlab qolinishi mumkin. Ular 5 pogonali mexanik, 6 pogonali mexanik, IMT, 6 pogonali avtomatik va 7 pogonali dit uzatmalar qutisi bilan taklif etilishi ehtimol qilinmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, keyinchalik gibrid versiya ham taqdim etilishi mumkin. Bu esa yoqilg'i tejamkorligini yanada oshiradi. Xavfsizlik bo'yicha 2027 Kia Sonet eng kuchli tomonlardan biri bo'lishi kutilmoqda. Avtomobil 6 ta havo yostig'i, ABS, EPT, EST, Hill Start Assist, Traction Control, Pressure Monitoring System va 360 darajali kamera bilan jihozlanishi mumkin. Eng muhim yangiliklardan biri esa Level 2 ADAS tizimining qo'shilishi bo'lishi mumkin. Bu tizim Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitoring, Automatic Emergency Braking, Forward Collision Warning va Rear Cross Traffic Alert kabi ilg'or funksiyalarni o'z ichiga olishi kutilmoqda. Yangi kibr platformasi avtomobilning kuzov mustahkamligini oshirishi, boshqaruvni yaxshilashi va harakat paytidagi barqarorlikni sezilarli darajada kuchaytirishi mumkin. Shuningdek, shovqin izolyatsiyasi yaxshilanishi va osma tizimi qayta sozlanishi tufayli uzoq safarlarda ham yuqori darajadagi komfort taqdim etilishi kutilmoqda. 2027 Kia Sonet o'zining yangi dizayni, zamonaviy texnologiyalari, boy xavfsizlik uskunalari, qulay saloni va samarali dvigatel variantlari bilan ixcham SUV segmentida kuchli raqobatchi bo'lishi kutilmoqda. Agar siz zamonaviy ko'rinish, yuqori texnologiyalar, tejamkorlik va oilaviy qulaylikni bir avtomobilda izlayotgan bo'lsangiz, yangi Kia Sonet eng qiziqarli modellardan biri bo'lishi mumkin. Hozircha ishlab chiqaruvchi barcha texnik tafsilotlarni rasman e'lon qilmagan, ammo mavjud ma'lumotlar ushbu model avvalgi avlodga nisbatan sezilarli darajada takomillashtirilishini ko'rsatmoqda. Dit yo liket his feature